Ota-onalar quyidagi harakatlarni amalga oshirgan taqdirda ota-onalik huquqidan mahrum etilishlari mumkin. Birinchi holat: ota-onalik majburiyatini bajarishdan bo'yin tovlashlik. Ya'ni ota-onalar o'z majburiyatlarini, burchlarini uzluksiz ravishda bajarmasligi. Bundan tashqari, ota-onalar tomonidan bolalarga g'amxo'rlik qilmaslik ham o'z majburiyatini bajarmaslik tarkibiga kiradi. Ikkinchi holat: aliment to'lashdan bosh tortganlik. Ushbu fakt sud tomonidan, ya'ni sudning hukmi bilan yoki qarori bilan isbotlanishi shart emas. Bu holatda ota-onaning moddiy ta'minot berishdan uzluksiz tarzda bosh tortganligiga ishonch hosil qilishning o'zi yetarli hisoblanadi. Keyingi holat: uzursiz sabablarga ko'ra bolani tug'ruqxonadan, davolash profilaktika muassasalaridan yoki o'quv muassasalaridan olishdan bosh tortish. Ushbu holat muassasaning komissiyalari yoki rahbariyati tomonidan tegishli tartibda rasmiylashtirib qo'yilishi lozim. Keyingi holat: ota-onalik huquqini suiiste'mol qilish. Ya'ni ushbu holat nimalarda ko'rinadi? Ushbu holat bolaning manfaatlariga, huquqlariga zid ravishda harakat qilishdir. Bolaning o'qishga yubormasligi yoki uni dars qilish yoki o'qish jarayonlariga xalaqit berish, tilanchilikka undash yoki jinoyatlar qilishga undash, boladan foydalanib jinoiy harakatlarni amalga oshirish, bundan tashqari spirtli ichimliklar yoki narkotik moddalarni iste'mol qilishga undash ham bolaning manfaatlarini suiiste'mol qilish deb sanaladi. Keyingi holat: bolalar bilan shafqatsiz muomalada bo'lish. Ushbu holat bolalarga ruhiy tazyiq o'tkazish, psixologik ta'sir o'tkazishda, jismoniy zo'rlik ishlatishda namoyon bo'ladi. Bundan tashqari bolalarning insoniy g'ururlarini kamsitish ham, ularni haqoratlash ham ularga nisbatan shafqatsiz muomalada bo'lishga kiradi. Keyingi holat: ota-ona tomonidan bolaning hayotiga nisbatan qasddan jinoyat sodir qilish. Ushbu holatda ota-ona tomonidan bolaning hayotiga qasddan tajovuz qilinadi. O'ldirishga harakat yoki tan jarohati yetkazishga harakat mazkur toifaga kiradi. Ushbu holat sudning qonuniy hukmi bilan, ya'ni jinoyat ishi bo'yicha sudning hukmiga asosan tasdiqlanadi. Agar jinoyat ishlari bo'yicha sudning hukmi bo'lmasa, ota-onalarning mazkur holat bo'yicha ota-onalik huquqidan mahrum qilinishi mumkin emas.